Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining eng sirlarga boy va shov-shuvlarga sabab bo'ladigan tarixiy ma'lumotlar ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Sarlavhadan anglaganingizdek, bugungi sondagi Turfa olam roligida siz o'z davrida juda katta hududni bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritgan sarkarda Mo'g'ullar imperiyasining asoschisi Chingizxonning o'limi bilan bog'liq bo'lgan, shuningdek, uning dafn qilinishiga tegishli bo'lgan eng tortishuvlarga boy ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Rashididdinning qo'lyozmalariga asoslanadigan bo'lsak, Chingizxon 1225-yilda Xitoydagi kuchli saltanatlardan biri To'ng'utlar davlatiga yurish qilishni rejalashtiradi. Xuddi o'sha 1225-yilda u mazkur davlat chegarasida joylashgan Sisiya shahrida o'z navkarlari bilan ov qilayotganida otdan yiqilib tushadi. Ertasi kuni esa u juda xastalanib yotib qoladi. Chingizxon bemor bo'lsa-da barcha sarkardalarni o'z oldiga chaqirib yig'ilish o'tkazadi. Yig'ilishda esa odatdagidek Dasht Qipchoqning va Mavaraun Nahrning o'sha paytdagi hukmdori bo'lgan Chingizxonning to'ng'ich o'g'li Jo'ji qatnashmaydi. Jo'ji bilan Chingizxon o'rtasida kelishmovchilik juda ko'p yillardan buyon barcha mo'g'ullarga ayon edi. Shu yig'ilishda Jo'jiga o'lim hukmi o'qiladi va Chingizxon o'z sarkardalariga u hukmronlik qilgan yerlarni bosib olib, Jo'jini o'ldirishni buyuradi. Biroq ertasi kuni Jo'jining o'limi haqidagi xabar Chingizxon armiyasini Jo'ji ustiga yurishdan to'xtatadi. 1226-yilning dekabr oyida Chingizxon To'ng'utlar qo'shinini butunlay tormor etadi. 1227-yilning bahorida esa To'ng'ut saltanati xaritadan batamom o'chirib tashlanadi va uning minglab aholisi qirib yuboriladi. Xitoy solnomachisi Yuan Shining ma'lumoti bo'yicha Chingizxon To'ng'ut davlati bosib olingandan keyin uning poytaxti devori ostida xastalanib jon bergan. Rashididdinning qo'lyozmasi bo'yicha ham shunday. Aniqrog'i Chingizxon To'ng'ut davlatining poytaxti Chunsin shahrini egallab bo'lgandan keyin shu shahar atrofidagi o'z chodirida vafot etgan. Biroq ayrim Xitoy tarixchilarining yozishiga qaraganda Chingizxonni yangi uylangan yosh xotini tunda so'yib tashlagan va o'zini daryoga cho'ktirgan. Bunga esa Chingizxonning o'sha ayolni erini o'ldirib, unga uylangani sabab qilib ko'rsatilgan. Lekin bular faqat bir taxminiy bitiklar xolos. Chingizxonning o'limi haqidagi xabar butun Mo'g'ul imperiyasiga qaram hududlarga qisqa vaqtda yoyilib ketadi. Uning dafn qilingan joyi hali bugungi kungacha aniqlangan emas. Juda ko'pchilik tarixshunoslarning fikriga ko'ra, Chingizxon Anon daryosining tubiga ko'milgan. Oldin uning 100 minglagan askarlari daryo o'zanini boshqa tomonga burib, uni quritib, keyin Chingizxonni boyliklari bilan birga dafn qilishgan. Ana undan keyin esa daryo o'zanini yana avvalgi holiga keltirib qo'yishgan va qarabsizki, Chingizxon daryoning tubida. Biroq Anon daryosining aynan qaysi hududiga dafn qilingani haqida hech qanday aniq va isbotli ma'lumot yo'q. Italiyalik savdogar, tarixshunos Marco Poloning yozishiga ko'ra, Chingizxonning o'limidan keyin Mo'g'ullarning hatto o'zlari ham uni qayerga dafn qilinganini bilishmagan. Marco Polo sarkardaning qabrini Oltoy tog'lari bag'rida deb taxmin qilgan. E'tibor berdingizmi? Taxmin qilgan. Yana bir guruh tarixchilar esa uning qabrini Mo'g'ullar uchun muqaddas sanalgan Burxan Xaldun tog'ida deb yozishadi. Burxan Xaldun tog'larini tarixchi Rashididdin ham eslatib o'tgan. Ammo bu tog'lar joylashgan hududning 240 km² ekanligini inobatga olsak, uni aynan qayerdaligini topish uchun asrlar kerak bo'lishini yaxshi tushunamiz. Arxeolog Morik Ravis bir tasavvur qilingan Chingizxonning qabrini 40 yil davomida izlagan. Biroq topa olmagan. Bundan kelib chiqadiki, qonli sarkardani dafn marosimida qatnashganlarning barchasi sirni saqlab qolish uchun shu yerning o'zida qatl qilingan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.